Kariz qaynonam bilan bizni diyetamiz buzildi. Menga bir tovoq to'la ovqat qilib berdilar. Guruch bilan kimchi qovurilgan, boshqa hech narsa qo'shilmagan va ustiga qovurilgan tuxum. Buni kim bilan birga yeyiladi? Kim bu quritilgan dengiz o'tlari? Sho'rtakkina maza. O'zbekistonga olib borgandim. Uydagi hamma yaxshi ko'rdi kimda. Bismillah. Kimchi bilan guruch qo'shilgan xolos. Agar buni ichiga sir qo'shib olsa, bundan da mazali chiqadi. Qaynonam o'zlariga kimchili birinchi qilar ekanlar. Tayyorlab qo'ydilar. Lekin kimchili bilinchikda makoli bilan birga yeyman dedilar. Makoli bu guruchdan tayyorlangan aroq. O'shanga o'sha narsani olgani chiqib ketyaptilar. Mana shu ovqat bilan kim bir-biriga juda ham mos tushadi.